Assalomu alaykum. Sizlar bilan Safiya Gulamova, diplomli moliyachi. Bugungi videoda men kundalik hayotimda foydalanadigan GoInvest investitsiya ilovasini to'liq ko'rib chiqaman. Ro'yxatdan o'tishdan boshlab aksiyalar va obligatsiyalarni sotib olish, ularni sotish, pul yechib olish va kompaniya yangiliklarini kuzatishgacha. Keling, boshlaymiz. Ro'yxatdan o'tish va hisob ochish. Avvalo, eng asosiy bosqich ilovani yuklab olish va ro'yxatdan o'tish. GoInvest ilovasini App Store yoki Google Play dan yuklab olasiz. So'ng telefon raqamingizni kiritib, ro'yxatdan o'tasiz va brokerlik hisobini ochasiz. Butun jarayon taxminan 5 daqiqa vaqt oladi. Shundan keyin verifikatsiyadan o'tasiz. U to'liq onlayn tarzda, pasport ma'lumotlari orqali amalga oshiriladi. Hisobni to'ldirish. Hisob ochilgandan so'ng uni mablag' bilan to'ldirish kerak. Siz ilova ichida to'g'ridan-to'g'ri pul o'tkazishingiz mumkin. Mablag' brokerlik hisobingizga tushadi va shundan keyin investitsiya qilishga tayyor bo'lasiz. Aksiyalarni sotib olish. Bozor bo'limiga o'tamiz. Bu yerda barcha mavjud kompaniyalar ko'rsatilgan. Istalganini tanlaysiz. Masalan, bank yoki sanoat kompaniyasi. Aksiya sahifasida siz quyidagilarni ko'rasiz: narx grafigi, joriy qiymati, emitent haqida ma'lumot, aksiyalar soni. Sotib olish tugmasini bosasiz, miqdorni tanlaysiz va bitimni tasdiqlaysiz. Shundan so'ng aksiya sizning portfelingizga qo'shiladi. Aksiyalarni sotish. Aksiyani sotish uchun portfel bo'limiga kirasiz. Kerakli pozitsiyani tanlaysiz. Sotish tugmasini bosasiz va miqdorni kiritasiz. Bitim birja orqali amalga oshiriladi. Muhim jihat: hisob-kitoblar T+2 rejimda amalga oshadi, ya'ni pul 2 ish kundan keyin tushadi. Va bu brokerga emas, balki birja qoidalariga bog'liq. Shuning uchun pul darhol tushmasa xavotir olmang. Obligatsiyalarni sotib olish. Endi obligatsiyalarga o'tamiz. Bozor bo'limida obligatsiyalar yorlig'ini tanlaysiz. Bu yerda fikslangan daromadli instrumentlar mavjud. Istalgan obligatsiyani ochib, quyidagilarni ko'rasiz. Daromadlilik, muomala muddati, kupon to'lovlari shartlari. Sotib olish tugmasini bosib, miqdorni tanlaysiz va tasdiqlaysiz. Sotib olgandan so'ng siz kupon daromadini emissiya shartlariga muvofiq ola boshlaysiz. Obligatsiyalarni sotish. Obligatsiyalarni muddatidan oldin ham sotish mumkin. Buning uchun portfelga kirib, obligatsiyani tanlaysiz. Sotish tugmasini bosasiz va jarayon aksiyalar bilan bir xil bo'ladi. Jumladan T+2 hisob-kitob rejimi ham amal qiladi. Pul yechib olish. T+2 hisob-kitob tugagandan so'ng mablag' yechib olish uchun mavjud bo'ladi. Siz oddiygina yechib olish funksiyasini tanlab, pulni bank kartangizga o'tkazasiz. Pul yechish komissiyasi broker ilovalari orasida eng pastlaridan biri hisoblanadi. Yangiliklar va analitika. Ilovada yangiliklar bo'limi ham mavjud. Bu yerda siz quyidagilarni kuzatishingiz mumkin: kompaniya hisobotlari, dividendlar, muhim korporativ voqealar, yangiliklar va analitik. Bu esa sizga yanada asosli investitsiya qarorlarini qabul qilishga yordam beradi. Shunday qilib, GoInvest investitsiyaning to'liq siklini qamrab oladi. Hisob ochishdan tortib, portfelni boshqarish va pul yechib olishgacha. Aynan shuning uchun men uni tanlayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolar uchun mavzu taklif qilmoqchi bo'lsangiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. Biz hammasini o'qiymiz. Hammaga xayr!